aka, o'zingiz mehnatli qildingiz. Ha. 2 savdo qilib rasvo qildi aka. 500 dollar foyda beraman deyapti. Beraman. Oxiri nechi pul taqalgan? 5 ta o'tib beraman. Ozgina. 4 mingga ham bermaysizmi? O'tmaysiz hozir. 4 mingni o'ziga berasizmi? Bering 4 mingni mana shu bolaga. Sotaman. 4 mingga berilmadi. Altı oldu endi hozir endi janjal bo'ladi. Nega? Egasi bundan qayerdan ular keldi, yakana gaplashdi. Bozor ertakdan beri aka, o'zingiz mehnatli qildingiz. 2 savdo qilib rasvo qildi aka. Yo'q odam kelib faqat urib ketdi aka. Nechi pulga olib ketishdi? Ekishmas Hasan bo'ldik o'rtada aka. Baxtiyor akani chaqirib kelib o'tirdim. Shu oramiz ozgina qolganda siz bilan. Olayman deb ketdingiz. Baxtiyor aytdi, men emas, men shu yerdaman. Bo'ldi, nima qilishim? Olinglarni olmadingiz desa bo'ladi. Foydasini berib olamiz 500 so'm. Mana shu odam qani olgan. Foydasi boshqa odam. Foydasini beramiz. Yurakdan to'g'risi. Yo'q aka, minishga oldik o'zi. Naqaradingni, sotdi ursin. Ha, narx to'g'ri kelsa. 500 dollar foyda beraman deyapti. 1000 dollardan kami-kam. Kami-kam ha? Mana hali 4 mingga berilmay 46 millionga sotildi. Yana 500 dollar foyda berishyapti.